Amerikadan kelishimni hali oyim bilmaganlar. Ozgina ishda o'tiribdilar. Ko'rmadilar-da. Bekinib o'tib ketdim. Qani emotsiyalarni ko'ramiz hozir. Oyi! Ye. Qayerdayding? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, oyi? Qanaqasiz? Endi qarshilik. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Sog'indingizmi oyimani? Sog'indingizmi? Judayam. Bolalaring sog'inib qopdimi? Ha. Oyim, mani 40 kun ko'rmadilar. Oyi, bo'ldimi endi videolar olamizmi? Og'ir. Og'ir deydilar. Amerikada yurganimni ko'rdingizmi, oyi? Hammasini ko'rdingizmi? Nimalar yoqdi sizga? Nimalar ko'proq yoqdi Amerikada? Hamma yoq. Hammasimi? Bo'ldi. Oyi, sizga Faqat gaplashayotganlaringni ko'rdim-da. Ha. Hamma yoqlarni ko'rdim. Oyi, sizni podpishlaringiz bor, shunaqa sog'inibdi. Nimaga bujon bilan videolar kam olasiz, ko'proq qo'ying deyapti. Og'ir. Bo'ldim, bosamizmi endi bu yog'iga? Mana oyimni mana sog'indim. Amerikadan kelishim bilan mana oyim oldilariga keldim. Qani oyi bitta turib qo'yingchi. Opa, oyi bitta duo qilib qo'ying hammani. Hamma Xudoyo tanjoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Xudoyo bola chaqasiga bosh bo'lsin. Ota-onasi rohatini ko'rib, hech kasal bo'lmasin. O'tib og'rimay, bolalarning rohatini ko'rib, men yoshimdan oshib ketsin. Ana.